Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va aziz tinglovchilar. Bugungi video darsimizda A'zam Xoliqovning pedagog mahorat darsidan olingan 12-chi o'qituvchining tarbiyachi sifatidagi mahorati hamda 13-chi bob o'qituvchining tarbiya texnologiyalari asosida faoliyat olib borishi mavzularini muhokama qilamiz. Tarbiyachi o'qituvchining eng asosiy vazifalaridan biri va o'quvchini nafaqat bilimli, balki ma'naviy, axloqiy jihatdan barkamol shaxs qilib tarbiyalashdir. Tarbiya texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali biz yosh avlodning dunyoqarashi, odob axloqi va ijtimoiy faolligini shakllantirish mumkin. Shu bois bugungi mashg'ulotimizda tarbiyaning mohiyati, metodlari va texnologiyalarini o'rganamiz va o'rganish jarayonida biz asosiy e'tiborni va nuqtai nazarni aynan attestatsiyaga qaratamiz. Ya'ni attestatsiya misolida testlar tahlil qilish mavzusi borasida ko'rib chiqamiz. Tarbiya nima? Tarbiya o'qituvchi va o'quvchi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida tashkil etiladigan pedagogik faoliyat bo'lib, tarbiyalanuvchini ma'lum bir maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun shaxsga muntazam va tizimli ta'sir etish, jamiyatning ijtimoiy, tarixiy tajribalariga asoslanib, shaxsni har tomonlama shakllantirish, uning xulq-atvori va dunyoqarashini, ijtimoiy ongini tarkib toptirishda xalqining boy mafkuralariga yo'naltirilgan qizg'in faoliyat jarayonidir. Hurmatli ustozlarim, tarbiya bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida bo'ladigan jarayoni, ya'ni o'qituvchi nafaqat dars o'tishi kerak, balki o'quvchini odob axloqi, dunyoqarashi va xulqini ham shakllantirish kerak va biz bilamizki, pedagogikada ta'lim va tarbiya yaxlitlikda olib boriladi, to'g'rimi? Pedagogika ikki qismdan iborat: didaktika va tarbiyadan. Buni biz birinchi darslarimizda ko'rib chiqqan edik. Albatta, u darsni nimadir sabab bilan o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, Xoliqovning o'sha pedagogika mavzusidagi pedagogika kategoriyalari, pedagogika turlari mavzusini yana bitta ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki attestatsiyada aynan shu mavzuda savollar tushgan. Tarbiya muntazam, mavzuga qaytamiz. Tarbiya muntazam va izchil bo'lishi kerak. Chunki bola tarbiyani faqat bir marta eshitib emas, balki qayta-qayta ko'rib, eshitib va amalga qo'llab shakllanadi. Quyida Abdulla Avloniydan keltirilgan misol bor, bu barchamizga yod bo'lib ketgani. Tarbiya xususida taniqli o'zbek adibi Abdulla Avloniy alhosil tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo falokat, yo saodat, yo razolat masalasidir deb aytgan fikrlari barcha millat vakillarining tarbiyasiga mos keluvchi haqiqatdir. Ya'ni shu Avloniy aytganidek, tarbiya yo'q bo'lsa falokat, yomonlik keladi. Yaxshi tarbiya bo'lsa saodat va najot bo'ladi. O'zini kasbiy mahoratini endigina boshlagan yosh o'qituvchi uchun tarbiyachilik mahoratining ko'nikma va malakalarini egallash qiyin shakllanadi. Endi tarbiyaga hali bilamizki, tarbiya maktabdagi jarayon bo'ladi, oiladagi tarbiya bo'ladi, bundan tashqari jamiyatdagi tarbiya bo'ladi. Demak, tarbiya bu faqat kitobdagi qoidalar emas, balki har kuni, har joyda, oilada, maktabda, ko'chada amalda beriladigan ta'lim ekan. Yaxshi tarbiya jamiyatni saodatga olib keladi, yomon tarbiya esa falokatga sabab bo'lishi mumkin ekan. Tarbiyachilik mahoratining tarkibiy qismlari, ya'ni tarbiyachilikning elementlari deb ham tushunamiz. Tarkibiy qismlari, elementlari deb oldingi darslarda ko'rganmiz. Demak, tarbiyani maqsadini aniqlash, tarbiyadan maqsadni aniqlash, texnologik tizim, keyingisi estetik tizim, o'z-o'zini anglash, ixtiyoriylik, tarbiya jarayoni ko'p qirrali jarayon, tarbiyaning uzluksizligi va tarbiya ishlarini rejalashtirish.
ustozlarim Xoliqov qo'llanmasida bu ma'lumotni har biriga alohida ta'rif berilgan, lekin men slaydga faqatgina shu nomlarini keltirdim. Har biriga qisqacha to'xtalib o'taman. Lekin siz albatta o'sha A'zam Xoliqovning qo'llanmasini olib tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Tarbiya bu bolaga bilim berishdan tashqari o'sha odob, axloq va nima dedik? Dunyoqarash va xulqini shakllantirish jarayonida. Demak, tarbiyani maqsadini aniqlash nima? Avvalo biz tarbiya berishda maqsadni aniqlashimiz kerak. To'g'rimi? Birinchidan biz maqsad, qanaqa jarayon, qanaqa faoliyat bo'lmasin, u qanaqadir maqsad asosida bo'ladi va albatta tarbiyada ham bu juda muhim. Ya'ni o'qituvchi avvalo men bolalarga qanday fazilatlarni shakllantirmoqchiman degan savolga javob topish kerak. Demak, birinchi o'rinda maqsad ustozlarim. Keyingisi texnologik tizim. Ya'ni texnologik tizim nima? Tarbiyani amalga oshirishda usul va vositalarni to'g'ri tanlash. Ya'ni to'g'ri tanlangan usul va vositalar tizimli izchil bo'ladi. Masalan, sinfda axloqiy mavzuda qanaqadir rolli o'yin tashkil qilish, videorolik ko'rsatish yoki munozara uyushtirish. Keyingisi ijtimoiy psixologik tizim. Ya'ni bu tarkibiy qismida o'quvchilarni shu ijtimoiy psixologik tizimda jamoa ishlariga, hamkorlik ishlariga, bir-birini o'sha tushunishga olib boradi. Masalan, do'stlik nima, do'stingga qanday yordam berasan va hokazo. Ijtimoiy psixologik tizim. Uchinchisi. To'rtinchisi estetik tizim. Ya'ni estetik tizimda o'sha bolalarni go'zallikni ko'ra olish, go'zallikni qadrlash, bundan tashqari qanaqadir bir o'sha go'zallik orqali chiroyli narsalarni his qilish qobiliyatini rivojlantirish va avval boshida deylik maktab jarayonida bu sinf xonasini chiroyli bezashdan boshlanib, daftarlarni ozoda tutish, qo'shiq yoki she'rlarni ifodali o'qitishdan boshlanadi. O'z-o'zini anglash, ayniqsa tarbiyada o'z-o'zini anglash juda muhim ahamiyatga ega. Chunki qaysi inson o'zini o'zi anglasa, o'zini o'zi bilsa, u to'g'ri, ya'ni xatosini o'zi anglamas ekan, to'g'ri yo'lga yurishi ozgina qiyin bo'ladi. Endi o'quvchi nuqtai nazaridan o'quvchi o'zini kuchli va zaif tomonlarini tanib olishi kerak. O'z-o'zini xato va kamchiliklarini, qaysi joyda noto'g'ri harakat qilayotganini anglab tahlil qila olishi kerak. Ixtiyoriylik tarbiyada bu tarbiyada bilamizki biz majburlolmaymiz. Ya'ni faoliyatni shunday tashkil qilishimiz kerakki, bolani o'zi xohishi bilan ishtirok etishi kerak. Biz majburiy berilgan tarbiyani u qabul qilmaydi baribir. Shu darajaga erishimiz kerakki, u bolada o'zida ongli faoliyat bo'lishi kerak. Tarbiya jarayonining ko'p qirrali jarayoni. Ya'ni tarbiya nafaqat darsda, balki o'yin, sayohat, suhbat, mehnat jarayonida ham amalga oshadi. Qaysi faoliyatda bo'lmasin, barcha jarayonda tarbiya aks etadi. Demak, keyingisi tarbiyaning ko'p qirraligi. Tarbiyaning uzluksizligi, bilamizki, tarbiya bir marta emas, doimiy bo'lishi kerak. Deylik, 1 yil tarbiya berib, 2-sinfda tarbiya olmay qo'yaversin, 3-sinfda yetkazib oladida deyolmaymiz. Yoki bir hafta tarbiya beradigan, bir hafta tarbiya bermaydigan qila olmaymiz, deyolmaymiz. Demak, tarbiya har doim uzluksiz olib boriladigan faoliyatdir. Va tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish, ya'ni o'qituvchi oldindan qaysi mavzuda, qaysi usulda tarbiyaviy ishni shu o'tkazishni rejalashtirish kerak bo'ladi. Endi bitta qilib yana o'qib qaytaraman. Tarbiyachilik mahoratining tarkibiy qismlari: tarbiyada maqsadni aniqlash, texnologik tizim, ijtimoiy psixologik tizim, estetik tizim, o'z-o'zini anglash, ixtiyoriylik, tarbiya jarayoni ko'p qirrali jarayon, tarbiyaning uzluksizligi, tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish. O'qituvchi
tarbiyaviy jarayonning quyidagi asosiy xususiyatlarini bilish kerak. Ya'ni tarbiyaning yaxlitligi, tarbiyaning tizimliligi, tarbiyaning davriylik tuzilmasini va mana ko'rib turganingizdek tarbiyaning texnologiyaviyligini. Keling, endi har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu 4 ta ma'lumot tarbiyaning asosiy xususiyatlari, tarbiyaviy jarayonning asosiy xususiyatlari, yaxlitligi, tizimliligi, davriyligi va texnologiyaviyligi. Tarbiyaning yaxlitligi deganda tarbiyalash, o'qitish jarayonlarining, shuningdek, o'quvchilarni jamiyat talablari asosida kamolotga yetkazish va shakllantirishga qaratilgan maqsadni ajralmas birligi tushuniladi. Demak, ustozlarim, tarbiyaning yaxlitligi nima bilan yaxlit? Tarbiyalash va o'qitish bilan yaxlit. Biz bilamizki, tarbiyalash va o'qitish bir-biridan ajralmas jarayon. Ya'ni o'qituvchi dars berayotganda tarbiyalaydi, to'g'rimi? Dars jarayonida biz faqat ta'lim berib tarbiyalash mani vazifamga kirmaydi, mani vakolatimda emas deya olmaymiz. Ya'ni ta'lim tarbiya yaxlit olib boriladigan jarayon. Tarbiyaning tizimliligi, demak, yaxlitligiga ta'lim tarbiyalashni kalt so'z qilib oldik. Tarbiyaning tizimliligi. Tarbiyaning tizimliligi nima? Tarbiyaviy jarayonda umumiylikni tashkil etadi, chunki tarbiyaviy jarayonlar bir nechta tuzilmalarning turli xususiyatlaridan iborat. Ya'ni tarbiyaviy ishlar tartib bilan bosqichma-bosqich olib borilar ekan. Tizimli degani shu bosqichma-bosqich tartib bilan olib borishi. Kalt so'z qilib olamiz. Tarbiyaviy jarayonda umumiylikni tashkil etish. Tarbiyaviy jarayonlarning bir nechta tizimlarini kalt so'z qilib olamiz. Keyingisi tarbiyaning davriylik tuzilishi pedagog jarayonda. Bu tarbiya texnologiyalarining asosiy xususiyatlariga muvofiq bo'lgan uning tarkibiy qismlari yig'indisidir. O'qituvchi buni natijasida tarbiyaning davriylik tuzilmasini belgilab olishi mumkin. Maqsadni belgilash, mazmunni belgilash, mazmunni tanlash, tarbiyalash mazmunini jamiyat talablari darajasida mustaqil ishlab chiqish, demokratik faoliyat, ya'ni tarbiyaviy jarayon ishtirokchilarini tarbiyalashda o'zaro munosabatda erkin fikrlik, umuminsoniylik me'yorlariga rioya qilish, baholash, ya'ni tarbiyalash jarayonida erishilgan natijalar samaradorligini o'qituvchi tomonidan baholab borish va doimiy tahlil qilish. Demak, hurmatli ustozlarim, pedagog jarayonda tarbiyaning davriylik tuzilishi bu vaqt va davrga qarab takrorlanadi, muntazam davom etadi. Masalan, deylik, har oyda bir marta kitobxonlik kuni, yil boshida mustaqillik saboqlari, bahorda yashil makon tadbirlarini o'tkazish bu tarbiyaning davriyligini ko'rsatadi. Va pedagog jarayonda davriylik birinchidan maqsadni belgilash deyapti. Ya'ni maqsadni belgilashda bu masalan bir oy ichida sinfdagi bolalarni tozalik qoidalariga amal qilishni o'rgataman deyishimiz mumkin. O'sha tarbiyalashdan kelib chiqadigan maqsadlarni ma'lum muddatli jarayonga bo'lib chiqish ekan. Mazmunni tanlash nima? Mazmunni tanlash bu tarbiyalash mazmunini jamiyat talablari darajasida mustaqil ishlab chiqish. Ya'ni masalan tozalik mavzusida suhbat, rasmlar tanlovi, devoriy gazetalar tayyorlash. Demokratik faoliyat nima? Demokratik faoliyatda bunda bolalarga o'zini fikrini aytib munozara qilish imkoniyati beriladi. Ya'ni o'sha tarbiyaviy jarayon ishtirokchilarini tarbiyalashda va o'zaro munosabatda erkin fikrlilik, umuminsoniylik me'yorlariga rioya qilish ekan. Va nihoyat baholash tarbiyada baholash qay tartibda bo'ladi? Bunda o'quvchilarni odatdagi harakatlarini kuzatib, ular rag'batlantiriladi. Doim tahlil qilib borib rag'batlantiriladi.
Kim ko'proq gigiyena qoidalariga amal qildi? Barakalla deb, ya'ni avvalo shuni kuzatib, ularni rag'batlantirish, o'sha tarbiyalash jarayonida erishilgan samaradorligi o'qituvchi tomonidan baholab borilishi. Tarbiyaning texnologiyaviyligiga to'xtaydigan bo'lsak, ta'limiy muassasalarda tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish va ularga erishishga sharoit yaratiladi. U nazariya asoslangan, uzluksiz davom etadigan tarbiyaviy jarayonni shakllari, metodlari, usullari va vositalarini o'qituvchi to'g'ri tanlash hamda natijalarga erishishni ta'minlash imkoniyatini beradi. Demak, ustozlarim, tarbiyaning texnologiyaviyligi bu tarbiyani ilmiy asosda to'g'ri usullar bilan tashkil etish demakdir. Masalan, faqat og'zaki gapirish emas, balki slayd, video, o'yin, rolli sahna orqali tarbiya berish. Shunda bola tezroq qabul qiladi va natija samaraliroq bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ustozlarim, tarbiyaning yaxlitligi, tarbiyaning tizimliligi, tarbiyaning texnologiyaviyligi va bular hammasi bir-biri bilan davriyliklari bog'liq. O'qituvchining shu tarbiyaviy mahoratini ko'rsatadi. Agar o'qituvchi darsni faqat reja asosida emas, balki texnologiyalar va doimiylik bilan olib borsa, o'sha jarayonda o'quvchilar tahlil qilib rag'batlantirib borilsa, natija albatta samarali bo'ladi. Tarbiyaviy jarayonni modellashtirish. Ustozlarim, tarbiyaviy jarayonni modellashtirishga oid ma'lumot ham o'sha A'zam Xoliqov qo'llanmasida hammasi keng yoritib berilgan. Bu slaydga faqatgina men modellashtirishni nomlarini kiritdim, lekin sizlarga yana ham tushunarli bo'lishi uchun bularni mazmuniga va bularning ish turlariga alohida to'xtalib o'taman. Tarbiyaviy jarayonni modellashtirish. O'z-o'zini tarbiyalash, tarbiya, o'z-o'zini qayta tarbiyalash, ijtimoiy buyurtma, pedagogik shart-sharoitlar, modellashtirish va shaxsni shakllantirish jarayoni. Demak, bu tushunchalarni oson tilda hayotiy tushunchalar bilan aytadigan bo'lsam, o'z-o'zini tarbiyalash bu insonni o'zini nazorat qilish va xatti-harakatini to'g'irlash. Ayniqsa, o'sha tarbiya jarayonida o'z-o'zini tarbiyalash juda katta ahamiyatga ega. Masalan, deylik, bola darsdan keyin telefon o'ynashni xohlayapti, lekin avvaliy vazifasini bajarib, keyin dam olaman deb o'zini o'zi tarbiyalaydi. Keyingisi tarbiyani o'zi berilyapti, ustozlarim. Ya'ni tarbiyaviy jarayonni modellashtirishda bunda biz bilishimiz mumkinki, o'qituvchi yoki ota-ona tomonidan bolaga beriladigan odob-axloq, bilim va ko'nikmalar yig'indisi. Masalan, ota-onasi kattalarga salom ber, o'qituvchini hurmat qil desa, bu tarbiya bo'ladi. Keyingisi o'z-o'zini qayta tarbiyalash. O'z-o'zini qayta tarbiyalash bunda oldingi yomon odatni tashlab, yangicha yaxshi odatni shakllantirish. Deylik, bola darsga kechikyapti, endi erta turaman, vaqtida boraman deb o'ziga odat qiladi, ya'ni o'zini o'zi qayta tarbiyalaydi. Keyingisi ijtimoiy buyurtma. Ijtimoiy buyurtma, hurmatli ustozlarim, jamiyatning, ya'ni mana atrofdagi jamiyatning o'quvchi yoki yosh avloddan kutadigan fazilatlari, talablari. Masalan, bugungi jamiyat kompyuter savodxonligini talab qilyapti. Shu sababli bolalarni IT texnologiyalardan foydalanishga o'rgatyapti. Yoki bo'lmasam, jamiyat shunday bolalarga, yosh avlodga talab qo'yapti. Ya'ni yosh avlod o'zi qo'yniga xush kelgan ishni qilmaydi. Ya'ni o'sha jamiyat qo'yilgan yozilmagan talab qoidalarga amal qiladi. Ko'chalarda kattalarga salom berish, masalan, kattalarga joy berish, yo'l berish va hokazo. Ya'ni qadriyatlarimiz ham bunga misol bo'la oladi. Pedagogik shart-sharoitlar. Pedagogik shart-sharoitlar bilamizki, ta'lim, tarbiya yaxlitlikda olib boradi. Tarbiyani amalga oshirish uchun yaratilgan imkoniyatlar, deylik, kutubxona, sinfxonani ozodaligi, qanaqadir o'sha bolani tarbiya olishi mumkin bo'lgan muhitni to'g'irlash kerak. Ya'ni sinfxona o'zi iflos bo'lsa-yu, biz u boladan talab qila olmaymiz. Yoki biz o'zimiz o'sha
maktab ustaviga doir kiyinmasak, o'zimiz qanaqadir og'zimizda jargon so'zlar, parazit so'zlar bo'lsa-yu, biz boladan shu so'zlardan foydalanmaslikni yoki formani talab qila olmaymiz. Demak, tarbiyani amalga oshirish uchun avval unga imkoniyat yaratish kerak. Modellashtirishda kelajakda qanday shaxs tarbiyalashini oldindan tasavvur qilish, ya'ni reja tuzish. Masalan, o'qituvchi mana shu sinfim juda mas'uliyatli, mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalashim kerak deb maqsad qo'yadi. Shu maqsad qo'yishi, shu maqsad asosida rejani tuzishi bu modellashtirishdir. Va shaxsni shakllantirish jarayoni. Albatta bu tarbiya, ya'ni bola asta-sekin odobli, bilimli, jamiyatda o'zini o'rnini topadigan inson bo'lib yetishi, bu o'sha shaxsni shakllantirish jarayonidir. Xulosa qiladigan bo'lsak, ustozlarim, tarbiyaviy jarayonni modellashtirish bu bolani shaxs sifatida qanaqa shakllanishini oldindan belgilab, unga mos shart-sharoit yaratib va unga jamiyat talablariga muvofiq yo'nalish berishdir. Tarbiyaviy vazifalarni mazmunini anglagan holda o'qituvchi quyidagi faoliyatni olib borishi lozim. Birinchisi axloqiy tarbiya, aqliy tarbiya, jismoniy tarbiya, estetik tarbiya, ekologik tarbiya, iqtisodiy tarbiya, huquqiy tarbiya va g'oyaviy siyosiy tarbiya. Bu attestatsiyada tushgan savollardan biri ustozlarim, ya'ni tarbiyaviy faoliyatdagi o'sha tarbiya turlari. Axloqiy tarbiya nima? Ustozlarim, axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida o'qituvchi ijtimoiy axloqiy me'yorlar mazmunidan xabardor bo'lishi, ularga milliy an'analarimiz, urf-odatlarimizdan kelib chiqib belgilangan axloqiy me'yorlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini bilishi. Ya'ni ijtimoiy axloqiy me'yorlar, talablar. Demak, axloqiy tarbiyaga axloqiy me'yorlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini bilishni kalt so'z qilib olamiz. Masalan, hozirgina shu haqda aytib o'tdim. Mana bu modellashtirishda aytib o'tdim. Kechirasizlar, ijtimoiy buyurtmada aytib o'tdim. Aytdimki, ya'ni o'sha jamiyat qo'yiladigan talab asosida dedimmi? Axloqiy tarbiyada ham shu axloqiy me'yorlar, ijtimoiy hayotdagi ahamiyatni bilish, ya'ni o'sha ommani ichidagi, xalqni ichidagi tarbiyaning axloqiy me'yorlarni ahamiyatini bilsagina, o'quvchida shu axloqiy ong va madaniyat shakllanadi. Keyingisi aqliy tarbiya. Aqliy tarbiyani yo'lga qo'yish orqali o'qituvchi o'quvchilarni ilm, fan, texnika va texnologiyalar borasida qo'lga kiritayotgan yutuqlar, yangilik va kashfiyotlardan boxabar etadi. Ularga ijtimoiy tabiiy fanlar bo'yicha bilim berish orqali tafakkurni shakllantirib, dunyoqarashni rivojlantiradi, deyapti. Demak, ustozlarim, aqliy tarbiya bu shu o'quvchilarga ilm, fan, texnika, texnologiya borasida ma'lumotlar berish. Keyingisi jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiya bu tashkil etish jarayonida o'quvchilarni o'z sog'liklarini saqlash va mustahkamlash, organizmni chiniqtirish, zamonaviy jihatdan to'g'ri rivojlanish hamda izchillik qobiliyatini oshirish borasida g'amxo'rlik tuyg'usi yuzaga keltiriladi. Demak, ustozlarim, jismoniy tarbiyada o'quvchilarni sog'liklarini saqlash va mustahkamlash, organizmini chiniqtirishni kalt so'z qilib olamiz. Estetik tarbiyani olib borish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarda estetik his-tuyg'u va didni tarbiyalaydi. Ularning ijodiy qobiliyati, estetik ehtiyojlari va go'zallikni sevish, go'zallikka intilish tuyg'ularini rivojlantiradi, estetik madaniyatini shakllantiradi. Demak, hurmatli ustozlarim, estetik tarbiya nima ekan? O'qituvchini o'quvchilarda shu estetik tuyg'u va didni tarbiyalashi. Estetik tarbiya ekan. Ekologik tarbiya ekologiyaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, har bir tarbiya turi o'zini mazmuni, ya'ni sarlavha mazmun bilan mos. Ya'ni ekologiyada deyapti, ekologik tarbiyani olib borish orqali
o'quvchilarda ekologik bilimlar beriladi. Bu orqali shaxs, jamiyat va tabiat uyg'unligi hamda aloqadorligi haqidagi tushunchalar singdiriladi. Ekologiyaning insoniyat va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ham namoyon tushuntiriladi. Ya'ni bolalarga atrof muhit haqida, ularning ahamiyati haqida bilimlarni berish, tabiatni ehtiyotlash, muhabbat ruhida tarbiyalash ekan. Iqtisodiy tarbiya. Iqtisodiy tarbiya bu shu iqtisod bilan bog'liq. Iqtisodiy tarbiyani tashkil etish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga iqtisodiy bilimlarni beradi. Bu orqali mamlakatda iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi. Bozor infratuzilmasi qoidalariga amal qilib, ichki bozorni to'ldirib, kichik va o'rta biznesni yaratish faoliyatida ishtirok etish ko'nikmalari shakllanadi. Demak, ustozlarim, iqtisodiy tarbiyada iqtisodiy bilimlarni kalto'z qilib olamiz. O'sha bozordagi qoidalar, ya'ni o'quvchilardagi shu tejamkorlik ham iqtisodiy tarbiyaga kiradi. Huquqiy tarbiya ham ayniqsa hozirgi kunda juda ham muhim. Huquqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida o'quvchilarga davlatimiz, konstitutsiya, davlat haqidagi ta'limot, fuqarolik, oila, mehnat, xo'jalik, ma'muriy va sud ishlari bo'yicha huquqlar tizimi tushuntiriladi. Demak, davlat konstitutsiya, davlat haqidagi ta'limot, fuqaroliklar kalit so'zlari qilib olamiz. Demak, o'quvchilarga o'zini huquqini bilish tarbiyasi. G'oyaviy siyosiy tarbiya nima? G'oyaviy siyosiy tarbiyani tashkil etish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga siyosiy bilim beradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, fuqarolik jamiyati asoslari, milliy davlatni tuzilishi, davlat organlarining faoliyati, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosati mazmunini tushuntiradi. Demak, kal so'z qilib olamiz, ichki tashqi siyosat o'quvchilarga o'sha siyosiy tarbiyani berish, ya'ni o'quvchilar shu mamlakatda bo'layotgan ishlarni bilish, kuzatish, albatta shu orqali unda o'quvchida siyosiy bilim beriladi. Fuqarolik jamiyat asoslarini, mazmunini tushunish kerak bo'ladi. Demak, 8-tarbiyamiz bu g'oyaviy siyosiy tarbiya edi. Bitta yana eslatib o'taman. Axloqiy tarbiya, axloqiy me'yorlar haqida ahamiyat bilish, aqliy tarbiya, o'qituvchi va o'quvchilarning ilm-fan, texnika, texnologiya borasidagi yutuqlar haqida ma'lumot, jismoniy tarbiya, o'quvchilarning o'z sog'liklarini saqlash va mustahkamlash, organizmni chiniqtirish yo'lidagi ishlari, estetik tarbiya, estetik his-tuyg'u va didni tarbiyalaydi, ekologik tarbiya, o'quvchilarda ekologik bilim beriladi o'quvchilarga, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy bilim beriladi, shu bozor infratuzilmasi va hokazo. Huquqiy tarbiya, konstitutsiya, davlat haqidagi ta'limot, fuqarolik mavzusida o'quvchilarga tushuntiriladi. G'oyaviy siyosiy tarbiyada shu respublikadagi ichki tashqi siyosatni kalso'z qilib oldik, shuni mazmunlari tushuntiriladi. Demak, bular tarbiyada tarbiyaviy vazifalar edi. Keyingisi tarbiyaning qonuniyatlari. Tarbiyada ham qonuniyat bo'lar ekan, ustozlarim. Qani, keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tarbiyada maqsadga yo'nalganlik. Ikkinchisi, ko'p qirralik. Uchinchisi, uzoq muddatlilik. To'rtinchisi, uzluksizlik va beshinchisi, yaxlitlik va tizimlilik. Demak, bular tarbiyaning qonuniyatlari. Birinchisini tushuntiraman. Tarbiya qonuniyatlarining eng birinchisi nima edi? Maqsadga yo'nalganlik. Bu tarbiyaning eng muhim qoidalaridan biri. Ya'ni uni aniq maqsadga yo'naltirilganligidir. Zamonaviy talqinda tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida muayyan maqsadga erishishga qaratilgan samarali hamkorlikdir. Demak, tarbiyaning eng muhim qonuniyati, ustozlarim, avvalo maqsad ekan, eslab qolasiz buni. Demak, tarbiyaga maqsadga yo'naltirilgan eng muhim qonuniyati maqsad. U har doim bir maqsadga qaratilgan bo'lishi kerak va o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlik ham shu maqsad sari yo'naltirilishi kerak. Keyingisi ko'p qirralilik.
tarbiya jarayoni ko'p qirrali bo'lib, unda tarbiya mohiyatini yoritishga xizmat qiluvchi ichki va tashqi subyektiv omillar ko'zda tutiladi deyapti. Ya'ni subyektiv omillar shaxsning ichki ehtiyojlari, munosabatlar mazmunini anglashga yordam bersa, obyektiv omillar shaxsni hayot kechirishi, shakllanish va hayotiy muammolarni ijobiy hal etish uchun sharoit yaratadi. Ustozlarim, demak bu yerda tarbiyani eng asosiy qonuni yana biri bu ko'p qirralilik. Tarbiyaviy jarayon bitta yo'nalishda emas, tepada ham ko'rib chiqdik, yo'nalishlari axloqiy, jismoniy, siyosiy hammasini ko'rib chiqdik. Balki har tomonlama olib borilyapti va unga ikkita omil ta'sir qilar ekan. Subyektiv omil va obyektiv omil. Bunda subyektiv omil deyapti, shaxsning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari, hayotiy munosabatlari mazmunini anglashga yordam beradi. Ya'ni subyektiv omil bu bolani ichki ehtiyoji, qiziqishlari va shaxsiy hislatlari. Obyektiv omil nima? Obyektiv omilimiz esa bu shaxsning hayot kechirishi, shakllanishi va hayotiy muammolarni ijobiy hal etish uchun sharoit yaratadi. Obyektiv omil bu tashqi sharoit ekan, tashqi sharoit, atrof muhit va kelajakdagi ta'sirlar. Demak, tarbiya ko'p qirrali ekan, bitta qonuniyati subyektiv va obyektiv omillar ta'sir qilar ekan. Bundan tashqari tarbiya uzoq muddatlilik, ya'ni tarbiya jarayonini yana bitta qonuniyati uni uzoq muddat davom etish, ya'ni shaxsni tug'ilganidan vafot etgungacha qadar tarbiya davom etadi, to'g'rimi? Inson umri davomida tarbiya oladi. Keyingisi tarbiyaning uzluksizligi. Bu tarbiya jarayoni navbatdagi qonuniyati, ya'ni u uzluksiz. Yuqorida ham unga to'xtaldik. Ta'lim muassasalarida olib borilayotgan tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchi bilan birgalikdagi muntazam va tizimli harakatlar jarayoni. Qaytaraman. Ta'lim muassasasida nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu o'qituvchi va o'quvchini birgalikdagi muntazam tizimli harakati. Bundan tashqari yana qayerda? Bola oilada, uzluksiz. Oiladan maktab, oilada tarbiya oladi. Oiladan maktabga kelganda yo'lda yo'l harakatlari, ijtimoiy talab, unda tarbiyasi bor. Maktabga kelganda endi o'qituvchi va o'quvchini birgalikdagi muntazam tizimli harakatlari ham bu o'sha uzluksizligi ekan. Yaxlitlilik va tizimlilik. Bilamizki, tarbiya jarayonini qonuniyatida yaxlitlikda uni ta'lim va tarbiyani birgalikda olib borilishi. Yaxlitlilik shu. Yaxlitlik tarbiya jarayonidagi maqsad, mazmun, metodlar ham birligi shaxsni shakllantirish g'oyasini amalga oshirishda xizmat qiladi. Bundan tashqari ikki tomonlama aloqa, o'zi umuman ta'lim ham ikki tomonlama aloqa. Shu bilan birgalikda tarbiya ham ikki tomonlama aloqa. Ya'ni tarbiyaning keyingi qonuniyati ikki tomonlama aloqa xususiyatiga ega bo'lish. Unda o'quvchi ham ishtirok etyapti va o'qituvchi tomonidan nima bo'ladi? O'qituvchi o'quvchiga ko'rsatadigan ta'sir va o'quvchini o'qituvchiga nisbatan munosabati. Demak, ikki tomonlama aloqa ham ikkita yo'nalishda namoyon bo'lar ekan. To'g'ri aloqa birinchisi, teskari aloqa ikkinchisi. To'g'ri aloqa o'qituvchining o'quvchiga ko'rsatadigan ta'sir ekan, teskari aloqa o'quvchining o'qituvchiga nisbatan munosabati ekan. Demak, bu tarbiyaning ikki tomonlama aloqasi to'g'ri va teskari aloqalar ekan. Modellashtirish nima? Modellashtirishni biz rejalashtirish, maqsad qilish yoki bo'lmasam tashkil qilish ma'nolarida tushunishimiz mumkin bu narsani. Modellashtirish asosida o'qituvchi quyidagi zamonaviy tarbiya mazmunining tamoyillarini belgilab oladi. Maqsadni aniqligi, birgalikdagi faoliyat, o'z-o'zini anglash, iroda erkinligi, tarbiyaning shaxsga yo'naltirilganligi va jamoaning ta'siri. Maqsadning aniqligi, ya'ni tarbiyada avvaldan aniq maqsad bo'lish kerak. Buni mana shu mavzumizni boshidan ham ko'rib kelyapmiz. Ya'ni avvalo birinchi tamoyil ham maqsad edi. Ikkinchisi birgalikdagi faoliyat. Bunda endi ta'lim jarayonida bu o'qituvchi va o'quvchini hamkorlikdagi ishlashi.
O'zini anglash, ya'ni bola o'zini qobiliyatli, kuchli, zaif tomonlarini, to'g'ri va noto'g'ri jihatlarini tahlil qilish. Iroda erkinligi, ya'ni bola majbur emas, o'z irodasi bilan tarbiyaviy jarayonda ishtirok etishi kerak. Tarbiyani shaxsga yo'naltirilganligi, bilamizki, tarbiyada avvalo shaxsga yo'naltiriladi. Tarbiya har bir bolani o'sha shaxsiy ehtiyoji va qiziqishlariga qarab yo'naltirish kerak. Ya'ni har bir shaxs o'zi bitta olam. Har biriga o'ziga yarasha yondashuv. Jamoaning ta'siri, jamoa bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bilamiz, maktabda bu sinf yoki o'qituvchilar, tarbiyachilar nuqtai nazaridan. Tarbiya texnologiyalarini qo'llashdagi pedagog vositalar nima? Qaytaraman. Tarbiya texnologiyalarini qo'llashda pedagogik vositalar. Mana. Bular birinchisi pedagogik talab. Buni yozib qo'ying ustozlarim, albatta belgilab qo'ying. Attestatsiyada shu tarbiya texnologiyalarini qo'llashdagi pedagogik vositalarni belgilang degan savol tushadi. Birinchisi pedagogik talab, ikkinchisi jamoada o'zaro tarbiyalash metodi, uchinchisi o'rgatish, to'rtinchisi mashq qilish, beshinchisi tarbiyalanuvchi holatlar, oltinchisi rag'batlantirish. Bu ham tarbiyaviy vosita, rag'batlantirish ham. Keyingisi tanqid. Bu ham tarbiyalash vositasi, ya'ni tanqid asosida tarbiyalash. Keyingisi majburlash. Ana endi har biriga alohida mazmuniga to'xtalib o'tamiz. Tarbiyalashning birinchi vositasi bu pedagogik talab dediga, ya'ni jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor, ijtimoiy qoidalar, an'ana va urf-odatlarning muayyan me'yorlarini belgilash, berish uchun o'quvchiga qo'yiladigan talablar majmui tushuniladi pedagogik talabda. Ya'ni bu jamiyatda qabul qilingan odob, qoidalar va urf-odatlarga mos ravishda o'quvchiga qo'yiladigan talablar majmuasi pedagog tomonidan. Keyingisi jamoada o'zaro munosabatni tarbiyalash metodi, ya'ni jamoa a'zolarini birgalikdagi faoliyat va xulq-atvoriga qo'yiladigan talablarni aks etishi. Bunda jamoada bir-biriga bo'lgan hurmat, yordam va hamkorlik tarbiyalanadi. Deylik, sinfdagi loyiha tayyorlashda bolalarning birgalikda ishlashi, agar kimdir xato qilsa masxara qilmasdan yordam berishi, bu usul jamoaviy ruhni kuchaytiradi. O'rgatish tarbiyalanuvchilar uchun belgilangan axloqiy me'yorlarni ularning xulq-atvoriga singdirish, ko'nikmalar hosil qilish, kundalik faoliyatga aylantirish va doimiy bajarishni tashkil etish. O'rgatish o'quvchilarda axloqiy me'yorlarni o'rgatish, ularni kundalik odatga aylantirish ekan. Masalan, har kuni darsdan oldin salomlashish, xonani ozoda saqlash qoidalarini eslatish. Vaqt o'tib bu bolalarning kundalik odatiga aylanib boradi. Mashq qilish bu fe'l-atvorga xos odatlarni, aniq sohada faoliyatni maqbul algoritmini shakllantirish maqsadida harakat usullarini ma'lum tartibda qaytarish. Mashq bu ma'lum xatti-harakatni ko'p marta takrorlanishini yaxshi bilamiz. Mana shu tarbiya jarayonida ham o'sha ma'lum bir xatti-harakatni ko'p marta takrorlash orqali uni odatga aylantiriladi. Deylik, har kuni qo'l yuvishni mashq qilsa, bu bolaga tabiiy odatga aylanadi, ya'ni yoki navbat bilan gapirishni mashq qilsa, bola tartibli munozarani olib borishni o'rgatadi. Tarbiyalanuvchi holatlar bu o'qituvchi tomonidan ziddiyatli vaziyatlarga mustaqil tarzda amalga oshiriladigan, o'quvchilarda ijobiy fe'l-atvor ko'nikmalarini shakllantiruvchi murakkab vositalardan biridir. Demak, tarbiyalanuvchi holatlar nima? Bu shu o'qituvchi qanaqadir ziddiyatli vaziyatda mustaqil ravishda o'zi amalga oshiradi. Kimlarnidir chaqirmaydi, yig'maydi. Biz qanaqadir vaziyat bo'lsa, o'zimiz mustaqil ravishda amalga oshiramiz. Albatta, bunda o'quvchilarni fe'l-atvorini o'shalarga e'tiborli ravishda. Chunki har biri alohida individ va ular bir murakkab. Rag'batlantirish tarbiyalanuvchining qizg'in faoliyatga moyillik ko'rsatishga jalb etish maqsadida ma'naviy, moddiy rag'batlantirish usullari va yig'indisi. Bilamizki,
har bir bolani erkalasak, ularga bir yaxshi gapirsak, ularda kayfiyati ko'tarilib, ya'ni unda o'sha ishni qilish yanada kuchayadida. Aynan rag'batlantirish o'sha o'quvchidagi qizg'in faoliyatga moyillik ko'rsatish, ya'ni unda o'sha ruhlantiradi, rag'batlantirish. O'quvchini yaxshi xatti-harakatga maqtab, mukofotlash orqali ularni faoliyatga qiziqtirishimiz kerak ekan. Tanqid endi bu o'qituvchi tomonidan tarbiyalanuvchining shaxsiy sifatlarida namoyon bo'ladigan salbiy odatlarga baho berish yoki jamoa faoliyatida ro'y beradigan tasodifiy salbiy hodisalarni o'quvchilar bilan tahlil qilib borish. Ya'ni tanqidda bu o'quvchining salbiy odatlari yoki noto'g'ri xatti-harakatlarini jamoa bilan muhokama qilib, xulosa chiqarish. Majburlash nima? Majburlash o'quvchining o'sha xulq-atvoriga qo'yiladigan salbiy baholashni ifodasi, xulq-atvor me'yorlariga zid bo'lgan xatti-harakatlar va bema'ni qiliqlarni muhokamasi. O'quvchi qoidaga bo'ysunmasa, uni tartibga solish uchun majburiy chora qo'llaniladi. Masalan, bola paytida shovqin qilsa, o'quvchi endilikda 10 daqiqa tanaffusda sinfda qolib, daftarni tozalaysan deb, o'sha mashitni tozalaysan deb jazolash yoki uy vazifasini bajarmaganlar o'ynashga chiqmaysizlar deb qanaqadir majburiy shart qo'yish. O'sha qaytaraman, o'quvchining xulq-atvoriga qo'yiladigan salbiy baholashning ifodasi bo'lib, xulq-atvor me'yorlariga zid bo'lgan xatti-harakat va bema'ni qiliqlarni muhokamasi. Ustozlarim tarbiya ko'rganlik darajasini aniqlash jarayonining asosiy xususiyatlari mana umumiy qada ko'rsatyapman. Bularda pedagog olimlar 3 ta guruhga birlashtiryaptilar. Tarbiya ko'rganlikning asosiy xususiyatlarini o'sha olimlar tarbiya ko'rganlik darajasini aniqlash jarayonining asosiy xususiyatlarini pedagog olimlar 3 guruhga birlashtiryapti. Ommaviy, an'anaviy va diagnostik metodlar. Ommaviy metod qanday? Ommaviy metod sifatida shu dialektikaning asosiy qonuniyatlar, ya'ni insonni miqdor o'zgarishlaridan sifat o'zgarishlariga o'tishi, qarama-qarshiliklar birligi, kurashi, inkorni inkor etish qonuniyatlaridan foydalaniladi, deyapti. Ya'ni buni oson usulda tushuntiradigan bo'lsam, bu metodda avval tarbiya umumiy qonuniyatlar asosida baholanadi. Ya'ni insondagi o'zgarishlar, qarama-qarshiliklar va sifat o'zgarishlari bu yerda kuzatiladi. Masalan, o'qituvchi butun sinfni kuzatadi. Yil boshida o'quvchilar darsda tartibsiz bo'lsa, yil oxirida intizomliroq bo'lsa, bu umumiy tarbiyani samarasini ko'rsatar ekan. Demak, ommaviy metodda bu insonni miqdor o'zgarishdan sifat o'zgarishga o'tishi, miqdordan sifat o'zgarishga o'tishi ommaviy metod ekan. Keyingisi an'anaviy metod. An'anaviy metod tarbiya ko'rganlikni aniqlashda yanada natijalar olish imkoniyatini yaratadi. Ular allaqachon yetarli darajada ishlab chiqilgan va turli toifadagi o'qituvchilar tomonidan qo'llanilmoqda. Ya'ni an'anaviy metod bu oldindan ishlab chiqilgan, o'sha o'quvchilar ko'pdan beri qo'llab kelayotgan usullar yordamida tarbiya darajasini aniqlash. Ya'ni o'sha o'quvchilarning tozaligi, o'quvchilarni maktabdagi o'zini tutishi, muomalasi, maktabdagi sinf jamoasidagi munosabatlari, demak bu an'anaviy metod allaqachon ishlab chiqilgan ekan. Diagnostik metod, diagnoz degani aniqlash, tekshirish degani. Bunda tarbiya ko'rganlikni aniqlashning eng ko'p qo'llaniladigani ham diagnostik metod ekan. Unda faoliyat individual diagnostik suhbat tariqasida olib boriladi. Ushbu metod pedagog aniqlash, diagnostika nuqtai nazaridan o'quvchining tarbiya ko'rganlik darajasini o'zi, atrof muhitdagi kishilar va obyektiv real hodisalar to'g'risida bildirgan fikr-mulohazalari asosida baholash, mazmunini tahlil qilish orqali o'rganishga asoslanadi. Demak, diagnostik metod bu eng ko'p ishlatiladigan usul ekan. Suhbat, so'rovnoma va kuzatish orqali aniq natija olinadi. O'quvchini o'zini fikri, atrofdagilar unga bergan bahosi ham hisobga olinar ekan. O'qituvchi o'quvchiga sen sinfdoshlaringga yordam berishni yaxshi ko'rasanmi? Sinfdagi eng yaxshi do'sting kim deb savol bersa,
javoblar orqali bolani odob, axloq, tarbiya darajasi aniqlanadi. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ommaviy metod umumiy natijani ko'rsatar ekan, an'anaviy metod sinov va tajribaga asoslangan usul ekan, diagnostik metod bu suhbat, so'rovnoma va kuzatish orqali aniqroq natija berar ekan. Aziz ustozlarim, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bugungi berilgan ma'lumotlar sizga manfaatli bo'ladi va xudo xohlasa nafaqat attestatsiya nuqtai nazaridan ko'rib turibmiz, bugungi o'tilgan darsda o'zimizni o'sha pedagog faoliyatimiz uchun ham kerakli, ahamiyatga ega bo'lgan jihatlar, faoliyatlar belgilab berilgan. Demak, biz bugungi mavzuda tarbiya jarayonining asosiy tamoyillari, metodlarini ko'rib chiqdik. Tarbiya bu faqatgina qoidalarni o'rgatish emas ekan, balki o'quvchilarni shu ma'naviy, axloqiy, estetik, ijtimoiy, shaxsiy jihatdan shakllanish jarayoni. Tarbiya samarali bo'lishi uchun unga aniq maqsad qo'yilishi kerak ekan, jamoat ta'siri va o'zaro hamkorlik yaratilishi kerak ekan, rag'bat va tanqid o'rinli qo'llanishi kerak ekan, mashq va uzluksizlik ta'minlanishi kerak ekan va eng muhimi esa o'quvchilarning shaxsiy qiziqishi va ehtiyojlari ham hisobga olinishi zarur ekan. Yakuniy fikr o'rnida aytmoqchimanki, demak, har bir o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodni tarbiyalovchi murabbiy hamdir. O'quvchining kelajakdagi insoniy fazilati, jamiyatdagi o'rni va muvaffaqiyatlari bugungi tarbiya jarayonida bevosita bog'liq va eng dolzarb masalalardan ham biri. Shunday ekan, tarbiyaviy ishlarni maqsadli, tizimli va zamonaviy texnologiyalar asosida olib borib, biz ustozlarning eng muhim vazifamiz hisoblanadi. Attestatsiyaga nuqtai nazaridan ustozlarim sizlarga maslahatim, har bir berilgan ma'lumotlarni o'z nomi bilan yozib qo'ying. Tarbiya nima ekanligi, tarbiya mahoratining tarkibiy qismlarini, o'sha tarbiyani asosiy xususiyatlarini, tarbiyaviy jarayonni modellashtirish ma'lumotlarini, tarbiyaviy vazifalarni, bundan tashqari tarbiya qonuniyatlari va albatta so'ngida o'sha modellashtirish, tarbiya mazmunini tamoyillash bilan pedagog vositalar hamda o'sha tarbiya jarayoni darajasini, ya'ni o'quvchilarni tarbiya ko'rganlik darajasini aniqlash jarayonlarini, shu ommaviy, an'anaviy va diagnostik metodlarini o'z nomi bilan yozib, eslab qolishga harakat qiling. Ustozlarim, bizni kuzatishda davom eting. Feruza Ikramova kanaliga obuna bo'ling va pedagog mahoratga oid barcha bilimlarni nazariy usulda o'rganib, bizning Telegram kanalimizga qo'shilib, mana shu mavzularga doir berilgan testlarni yechib, o'z bilimingizni yanada mustahkamlang. Aziz ustozim, barchangizga attestatsiyada muvaffaqiyatlar tilab qolaman.